AQSh Eronning yadroviy obyektlariga o'zining eng qimmat bombardimonchi samolyotlari bilan hujum qildi va urushga qo'shildi. Eron yadro obyektlaridagi uranni boshqa joyga ko'chirilganini bildirib, Isroilga raketalar otishni boshladi. Assalomu alaykum. AQSh Isroil Eron urushidagi voqealar rivoji bilan tanishtiramiz. AQSh prezidenti Donald Trump Erondagi yadroviy obyektlarga berilgan zarbalar ortidan xalqqa murojaat bilan chiqdi. Trump o'zining qisqa murojaatida ushbu hujumlarni hayratomuz harbiy muvaffaqiyat deb atadi va Eronning yadroviy inshootlari butunlay va to'liq yo'q qilinganligini da'vo qildi. Eron endi tinchlikni tanlashi kerak, aks holda keyingi hujumlar bundan ham kattaroq va ancha oson bo'ladi. Yana ko'plab nishonlar bor. Agar tinchlik tez orada kelmasa, biz ularni aniqlik, tezlik va mahorat bilan yo'q qilamiz, deya Trump yana Eronni ogohlantirdi. U shuningdek bu holat davom etmasligini ta'kidladi. Yoki tinchlik bo'ladi, yoki Eron uchun so'nggi 8 kun ichida ko'rganimizdan ancha dahshatli fojia yuz beradi, degan AQSh yetakchisi. Trump o'z murojaatida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga minnatdorchilik bildirib, AQSh va Isroil bir jamoa sifatida ishlaganini ham aytdi. Trumpga ko'ra, bu hujumlarning asosiy maqsadi Eronning yadro boyitish imkoniyatini tugatish va terrorizmning dunyodagi eng yirik homiysi tomonidan kelayotgan yadro tahdidini to'xtatish bo'lgan. Jonli efirdagi murojaatidan so'ng Trump o'zining ijtimoiy tarmog'ida Eronni yana ogohlantirdi. Eron tomonidan AQShga qarshi har qanday javob harakati bugun kechasi guvohi bo'lgan harakatlardan ham ancha kuchli kuch bilan qarshilanadi. Shuningdek, AQSh prezident administratsiyasi Eronga zarba berish vaqtida Oq uydagi maxsus operatsion xona Situation Room'dan suratlarni e'lon qildi. Maxsus xonada prezident Donald Trump, vazirlar, Oq uy boshqaruvi rahbari, qo'shma shtab qo'mitasi raisi general Ben Keyn va boshqa kabinet a'zolari bo'lgan. Ushbu xona Oq uydagi maxfiy va xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan operatsion markaz bo'lib, prezident va uning harbiy hamda razvedka maslahatchilari muhim milliy xavfsizlik masalalari, ayniqsa harbiy operatsiyalar vaqtida real vaqtda axborot olishi, muhokama yuritishi va qarorlar qabul qilishi uchun mo'ljallangan joydir. 2011-yilda o'tkazilgan Osama bin Ladenni yo'q qilish maxfiy operatsiyasi ham ayni shu xonadan Barack Obama tomonidan boshqarilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi AQShning Erondagi yadroviy obyektlariga ertalab uyushtirgan hujumini keskin qoraladi. Bugungi tongda yuz bergan voqealar qabul qilib bo'lmaydigan darajadir. AQSh bizning tinch maqsaddagi yadroviy obyektlarimizga hujum qildi. BMT nizomi, xalqaro huquq va yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomani qo'pol ravishda buzdi. Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lishiga qaramay xalqaro huquqni tahqir qildi, deydi Araqchi. Eron bosh diplomatiga ko'ra, AQShning bu hujumi uzoq muddatli va qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib keladi. Eron BMT nizomi bilan kafolatlangan o'zini himoya qilish huquqi doirasida barcha choralarni ko'rish huquqini o'zida saqlab qoladi, dedi u. Reuters agentligi yuqori martabali eronlik manbaga tayanib xabar berishicha, AQSh zarbasidan avval Fordodagi yadro inshootida saqlanayotgan yuqori darajadagi boyitilgan uranning katta qismi boshqa joyga ko'chirib yuborilgan. Obyektdagi xodimlar soni ham minimal darajaga qisqartirilgan. Washington Post nashri esa Sputnik rasmlariga tayanib, Fordoga zarba berilishidan 2 kun oldin 16 ta yuk mashinasi bunkerdan uranni olib chiqib ketgan bo'lishi mumkinligini yozmoqda. Shuningdek, AQShdagi Rand Corporation tahlil markazi katta tadqiqotchisi Bill Courtney Fordo obyektiga zarbalar qanday natija bergani aniq bo'lmagunicha keyingi zarbalar bo'ladimi, yo'qmi noma'lum ekanini aytmoqda. Uning aytishicha, har bir B-2 bombardimonchisi Diego Garciadagi bazadan 30 ming funtli bombalardan ikkitasini olib ucha oladi. Fordo kabi obyektni yo'q qilish uchun bir yoki 2 bomba kifoya qilmasligi mumkin. Eron atom energiyasi tashkiloti esa AQSh hujumlariga qaramay Eron o'zining yadro sanoati rivojlanishi to'xtatilishiga yo'l qo'ymasligini aytib chiqdi. Shuningdek, Eron Isroilga raketa zarbalari berishni boshladi. 22-iyun tongida Isroilning shimoliy va markaziy qismlarida Eron tomonidan raketa zarbalari xavfi sabab havo trevogasi sirenalari yangradi. Aholiga pana joylarga ko'chish buyurildi.
tushirildi. Ta'kidlanishicha, Eron hujumi bir necha to'lqinlarda davom etgan. Jami 40 ga yaqin ballistik raketa uchirilgan. Isroil muhofizlar korpusi Isroilga yangi turdagi ballistik raketalar uchirilganini e'lon qildi. Isroil tibbiyot xizmatining ma'lum qilishicha, qutqaruvchilar mamlakatning 10 dan ortiq joylariga raketa va snaryad parchalari kelib tushganiga oid xabarlarni qayd etgan. Hujum oqibatida kamida 11 kishi jarohat olgan. NBC News'ning Pentagon va Oq uydagi manbalariga tayanib yozishicha, yaqin 48 soat ichida Donald Trump ma'muriyati Eron tomonidan ehtimoliy qasos choralariga qarshi tayyorgarlik ko'rmoqda. Suhbatdoshlarning ta'kidlashicha, Eron yadro obyektlariga uyushtirilgan hujumga javob AQShning qaysi obyektlariga qaratilishi hozircha noma'lum. AQSh Kongressining ko'pchilik a'zolari Trampning harakatlari konstitutsiyaga zid ekani, faqat AQSh Kongressi mamlakatni urushga olib kirish huquqiga ega ekanligini aytmoqda. AQSh konstitutsiyasiga ko'ra urush e'lon qilish va harbiy harakatlarga ruxsat berish vakolati qonunchilarga tegishli, biroq Trump Eronni nishonga olishdan avval Kongressdan ruxsat olmadi. Al Jazeera nashrining yozishicha, Senat va Vakillar palatasida har ikki partiyadan qonunchilar Trampni Eronning yadroviy obyektlariga hujum qilishdan oldin Kongressga murojaat qilishga majbur qiluvchi qonun loyihalarini ilgari surgandi. Ammo Tramp bu tashabbus bo'yicha ovoz berilishidan oldin zarbani amalga oshirdi. Kongress tomonidan ruxsat olinganining yo'qligi AQSh siyosatida muhim bahs mavzusiga aylandi. Trampning Kongress ruxsatisiz Eron urushiga qo'shilishi imkoniyatini cheklashga qaratilgan qonunchilik tashabbusiga boshchilik qilayotgan respublikachi Thomas Massi bu zarbalarni AQSh konstitutsiyasining buzilishi deb atadi. Unga ko'ra, urushga oid qarorlarni faqat qonunchilar qabul qilish huquqiga ega. Senator Bernie Sanders Oklahoma shtatidagi tadbirda Eron bo'yicha AQSh hujumlari haqida odamlarni xabardor qilar ekan, bu harakatni konstitutsiyaga mutlaqo zid deb atadi. Sizlarning bilishingiz kerakki, faqat AQSh Kongressi mamlakatni urushga olib kirish huquqiga ega. Prezidentda bunday huquq yo'q, dedi Sanders. Demokrat qonunchi Rohanna ham Trampning harakatlarini qonuniy deb hisoblamasligini yozdi. U Kongressni zudlik bilan to'planishga, Trampning urush huquqini cheklovchi rezolyutsiyaga ovoz berishga chaqirdi. Falastinlik amerikalik kongressmen Rashida Tlaib Trampning Kongress ruxsatisiz Eronni nishonga olganini AQSh konstitutsiyasining ochiqchasiga buzilishi deb atadi. Amerika xalqi yana bir abadiy urushni istamaydi. Biz yaqin Sharqda 10 yillab davom etgan urushlarning qanday falokatlarga olib kelganini ko'rdik. Bularning barchasi ommaviy qirg'in qurollari haqidagi yolg'on asosida boshlandi. Biz endi bunga aldanmaymiz, dedi Tlaib o'z bayonotida. Uning aytishicha, Tramp xalq ovozini emas, balki urush jinoyatchisi Netanyahuni tinglayapti. U ilgari Iroq bo'yicha yolg'on gapirgan va hozir Eron haqida ham shunday qilmoqda. AQSh Vakillar palatasi spikeri respublikachi Mike Johnson esa Trampning Eronni urushga jalb etgan harakatlarini Amerika birinchi tashqi siyosatining amaldagi ifodasi deb atadi. Senatdagi ko'pchilik rahbari John Thune ham Trampning Eron yadroviy obyektlariga hujum qilish qarorini qo'llab-quvvatladi. AQShning yana bir senatori Lindsey Graham Trampning Eron yadroviy obyektiga bergan zarbasini ijtimoiy tarmoqlarda olqishladi. Yaxshi, bu to'g'ri qaror edi. Bu rejim bunga loyiq edi. Bizda dunyodagi eng yaxshi harbiy havo kuchlari bor. Bu meni faxrlantiradi, dedi Graham. Trampning Eron bo'yicha qarorini ayrim progressiv demokratlar tanqid qilgan bo'lsa-da, partiya yetakchilari Vakillar palatasidagi hakim Jeffries va senatdagi Chuck Schumer zarbalar yuzasidan hozircha bayonot bermadi. Ommaviy axborot vositalari o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, AQSh saylovchilarining katta qismi, shu jumladan ko'pchilik respublikachilar, AQShning Isroil va Eron urushiga aralashishini istamaydi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres holat yuzasidan bayonot berib, AQSh zarbalari oqibatida mintaqada nihoyatda xavfli eskalatsiya bo'lishidan ogohlantirdi. Bugungi tongda AQSh tomonidan Eron hududiga berilgan zarbalar nihoyatda xavfli eskalatsiyadir. Bu kabi harbiy harakatlar butun Yaqin Sharq mintaqasini beqarorlikka olib kelishi mumkin.
Guterrish diplomatik yechim yo'lini izlashga chaqirdi va BMT nizomining 2-moddasini eslatdi. Hech bir davlat boshqa davlatning suverenitetini harbiy kuch bilan buzishga haqli emas. Bu BMT nizomi va xalqaro tartibning asosiy tamoyiliga to'g'ridan-to'g'ri zid. BMTning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi vakili Rafael Grossi yadroviy inshootlarga qarshi har qanday hujum, ular ishlayotgan yoki bo'sh bo'lsa-da, yadro xavfsizligiga bevosita tahdid ekanligini qayd etdi. Grossi Fordo zavodidagi uran oldindan ko'chirib yuborilganini tasdiqlagan, biroq holat baribir xavfli ekanini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Trampga minnatdorchilik bildirdi. Men AQSh prezidenti Donald Trampga minnatdorchilik bildiraman. Bu zarbalar nafaqat Eronning yadroviy salohiyatini yo'qqa chiqardi, balki butun Isroil xalqi uchun tarixiy xavfni bartaraf etdi degan u. Shuningdek, Netanyahu zarbalar berishda AQSh bilan yaqin hamkorlikda ishlaganini ta'kidladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Eronni muzokaralarga qaytarishga chaqirgan va barqarorlik tarafdori siyosat yuritish kerakligini ta'kidlagan. Yevroittifoq tashqi siyosat rahbari Kaja Kallas mojaroni yumshatib, diplomatik yechimni izlash kerakligini aytgan. Germaniya kansleri Friedrich Merz bu zarbani Isroil uchun strategik zarba sifatida olqishlagan va mojaroni yumshatish uchun diplomatik vositalarni ham ishlatishga chaqirdi. Yaqin Sharqning qator davlatlari esa bu zarbalar mintaqa barqarorligi uchun jiddiy tahdid va xalqaro huquqni buzish sifatida baholamoqda.